Yaxshilik. Hikoya. Odil Yoqubov. Men har safar Munavvar kelinoyimni eslaganimda, keyinchalik ro'y bergan bu og'ir voqea emas, dilimda sal ma'yus va iliq hislar uyg'ongan yoz kuni esimga tushadi. Buvimning sersoya bog'i qarindosh urug'larimizga, tog'amning yor birodarlariga to'lgan. Birov o'choq qurmoqda, birov o'tin yormoqda, birov hovliga suv sepib, so'riga palos yozmoqda. Kechqurun to'y. Bu shodiyonadan hamma xursand. Men ham yig'ilgan bolalarga qo'shilib, shov-shuv ko'taraman. Dam shotutga o'rmalab, kaptar uyalardan tuxum qidiraman. To'satdan Mirza Tarekka chirmashib o'sgan aymoqi tok orasidan buvimning boshi ko'rinadi. U meni imlab chaqiradi. Qo'lidagi ro'moldan do'ppimga 2-3 bosh chillaki uzum soladi. Bol, mehmonxonaga eltib ber. Tog'ang bilan kelinoying tatib ko'rishsin. Men do'ppimni ko'kragimga bosib, mehmonxonaga qarab chopmoqchi bo'laman. Lekin buvim qo'limdan ushlab to'xtatadi. Yon-beriga qarab sekin deydi. Mabodo o'tir deysa o'tirmagan bolam. Xo'pmi? Bir nafas bo'lsa ham birga bo'lishsin. Ertaga. Buvim lablari pirpirab gapira olmay qoladi. Ro'molining uchini ko'ziga bosadi-yu, imo qiladi. Bor. Tog'am ertaga urushga ketadi. U kecha kechqurun kelinoyimni Toshkentdan olib qochib kelgan. Qulog'imga chalingan shivir-shivirlarga qaraganda, ular institutda birga o'qishar ekan. Kechasi uyimiz xotin xalajga to'lib, kelinoyimni ko'ra olmagan edim. Bugun ertalab podadan qaytayotib, buloq boshida ko'rib qoldim. Tog'am buloq bo'yiga cho'n qayib, yuzini yuvar. Kelinoyim esa egnida atlas ko'ylak, boshida chetlariga gunafsha rang gul tikilgan ipak durra, yelkasida sochiq, qo'lida chelak, uning yonida turardi. Kelinoyim novcha, hatto tog'amdan ham novcharoq. Men buni tog'am yuvini bo'lib qaddini rostlaganida payqadim. Uzunchoq yuzli, nozikina qiz edi. Meni ayniqsa uning xiyol ma'yus qora ko'zlari hayratda qoldirdi. Umuman uning butun vujudida, ochiq, muloyim chehrasida, o'ychang tikilib turishda bo'lakcha bir g'amginlik bor edi. Men ularga sezdirmay o'tib ketmoqchi edim. Tog'am ko'rib qolib, oldiga chaqirib oldi. Mana tanishib qo'ying, Munavvarxon, dedi u. Boya sizga aytgan jiyanim Mansur polvon shu yigitcha bo'ladi. Men ketganda birov sizni ranjitadigan bo'lsa, shu yigitga aytib qo'yasiz. Kelinoyim chelakni chap qo'liga olib, o'ng qo'lini menga cho'zdi. Qoshlarini chimirib, muloyim jilmaydi. Shunaqami? Tog'angiz ketganlarida meni birov xafa qilsa, yon bosasizmi menga, Mansurjon? Men qizarib nimadir deb g'o'dirlandim. Meni o'rnimga tog'am javob berdi. Yon bosisham gapmi? Sizni ranjitadigan odamnicha kallasini oladi, labay. Kelinoyim menga qarab ko'zini qisdi. Qo'ying, hammani o'zingizga o'xshagan zo'ravon deb o'ylamang. Tog'am qah-qah otib kuldi. Men esa ko'nglim ajib bir hislarga to'lib, o'zimni boqib ko'rdim. O'shandan beri ko'z oldimdan kelinoyimning o'ychang chehrasi, quloqlarimdan erkalab aytgan gaplari ketmas edi. Qishloqqa soddalikni qarang. Xayolimda hech narsa yo'q. Chopganimcha borib, mehmonxonaning eshigini sharqlatib ochibman. To'rda o'tirgan kelinoyim cho'chib o'girildi. Tog'am o'zini chetga oldi-yu, meni ko'rib, yana tishlarini yarqiratdi. Senmisan? Ke polvon, ke. Mana shu buvimlar uzum berib yubordilar. Buylarmi? Yana kuldi tog'am. Qani olib ketchi, bir mazasini ko'raylik-chi. Men uzumni ularning oldidagi dasturxonga qo'yar ekanman, kelinoyimning ko'zlarida halqa yosh ko'rdim. Uzumni qo'yib darhol orqamga qaytmoqchi edim. Kelinoyim ko'rsatkich barmog'i bilan ko'z yoshlarini sidirib tashladi-da, qo'limdan ushladi. O'tiring Mansurjon. Birga uzum yeymiz. Tog'am ham istar-istamas taklif qildi. O'tir. U bir bosh uzumni kelinoyimga tutarkan, menga ko'zini qisdi. Bilasam, nega yig'layapti kenang, a? To'y eskicha bo'lsin emish. Chimildiqqa kirarmishlar, a? Kirmoqchiman, nima bo'pti? dedi kelinoyim. Ikki bo'kilib amma xolalariga salom bermoqchilar. Kelinoyim uzun, ingichka barmoqlari bilan uzum donalarini bitta-bitta uzib og'ziga solarkan,
Nega kulasiz? dedi. Umrimizda bir marta bo'ladigan to'y. Hammasini ko'rsam deyman. Xo'p dedikmi? Xo'p dedikmi? Chimildiq tutsinlar, kelin salom qilishsin. Qizlar yor aytishsin. Ana xolos. Salkam oliy ma'lumotli kenayni gaplarini qara. Oliy ma'lumotli bo'lsam nima bo'pti? Axir siz ertaga Kelinoyim gapira olmay yuzini chetga burdi. Xo'p, taslim bo'ldik azizim. Mayli, chimildiqqa ham kiring. Ammo xonlarni ham xursand qiling. Faqat yig'lamang. Qani, ko'z yoshingizni arting. Qani, bir jilmayinchi. Tog'am kulib kelinoyimning sochlaridan tortqiladi. Lekin u ham to'lib turgani, o'ziga dalda berish uchungina zo'raki kulayotgani shundoq sezilib turardi. Ko'nglim bir xil bo'lib, sekin chiqib ketdim. Oqshom to'y bo'ldi. So'lim yoz kechasi qishloq bog'lari ustida ma'yus kuylar, ayriliq hislariga to'la hazin laparlar yangradi. Kelin kelayotganda uni qo'shnimiznikidan chiqarishdi. Darvoza oldiga gulxan yoqishib, yigitlar yo'lga arqon tutishdi. Buvim qo'lida bir hovuch tanga dam yig'ib, dam kulib, kelinning boshidan pul sochdi. Qiz yigitlar ayriliq va hijron alamini tamom unutmoqchi bo'lganday tong otguncha o'yin qilishdi. Ertalab esa guzarga yig'ilgan xaloyiq tog'am boshliq 30 nafar yigitni ko'z yoshi va duolar bilan kuzatib qolishdi. Tog'am ketgandan keyin kelinoyim o'zini qayoqqa urishini bilmay olamga sig'may qoldi. U xuddi olis va notanish joyga tushib qolgan kiyik bolasiga o'xshar, atrofida girgitton bo'lgan qarindosh urug'lar bilan, hatto buvim bilan ham ko'p yozilib gaplashavermas. Aksariyat bog'ni yolg'iz kezar. Katta ko'zlarini olislarga tikib, uzoq o'yga cho'mardi. Men ba'zan ularga har xil kitoblar olib kelib berardim. U kitobni minnatdorchilik bilan olar, meni erkalar, lekin juda kam o'qir. Yo o'qiy boshlasa ham yarmisiga yetmasdanoq yopib qo'yardi. Faqat tog'amdan xat kelgan kunlari ko'zlari charaqlab, yashnab yayrab ketar. Katta bog'ning goh u yeri, goh bu yeridan uning mayin hirgoyisi eshitilar edi. Shu zaylda bir hafta o'tdi. Keyin o'qish boshlanguncha u maktabga ishga joylashgan edi. Uyda yuragim siqilib ketadi deb dashtga, bug'doy o'rog'iga chiqib ketdi. Buvim qancha qistamasin, yalinib yolvormasin, kelinoyim to o'qish boshlanmaguncha dashtdan qaytmadi. Men har kuni bo'lmasa ham 2-3 kunda bir o'tigimga minib, buvim bergan 2-3 ta to'qach, qo'rda ko'milgan 3-4 ta jo'xori so'tasi, bir tovoq somsa va bir xurmacha qatiqni xurjinga solib, dashtga uning oldiga jo'nardim. Kelinoyim og'ir mehnatga o'rganmagan shahar qizi emasmi? Sal o'tmasdanoq ozib, qorayib ketdi. Qiynalib qolgani shundoq sezilib tursa-da, buvimning salomlariga kulib javob berardi. Oy, meni siz tinchitib qo'ying, Mansurjon. Qiz juvonlar orasida tuppa-tuzi yuribdilar deng, xo'pmi? Men unga dilimdan xayrixoh edim. Qishloqda kecha-kunduz pochtachining yo'liga tikilib, o'zi bilan o'zi olishib yotgandan ko'ra, bu keng dashtda ham dard, ham nafas tengdoshlari orasida hasratlashib, ular yig'lashsa yig'lab, kulishsa kulib yurgani yaxshi emasmi? Dashtdagilarning ko'pchiligi xuddi kelinoyimday hijron dog'idan qalblari kabob yosh qiz juvonlar edi. Ular xuddi hamma alam, hamma istiroblarni mehnatdan olmoqchi bo'lganday o'chakishib, jon jahdlari bilan ishlashar. Kechalari esa tun yarmigacha keng dashtni zir titratib, mungli laparlar aytishar. Frontdagi yorlariga atab qo'shiqlar to'qishar. Sodda, lekin bo'lakcha bir samimiyatga to'la xatlar yozishardi. Kelinoyim qizlarning iltimosi bilan ba'zan ularga chiroyliroq xatlar yozib berar, ba'zan she'rlar to'qir. Shuning uchun ham hamma uni yaxshi ko'rardi. Kelinoyim meni ko'zi to'rt bo'lib qarshi olar, chunki tog'amning xatlarini aksariyat men olib kelardim. Bunday paytlarda kelinoyim dag'allashib qolgan kichkina kaftlari bilan boshimni mahkam ushlab, ko'ksiga bosar, peshonamdan o'par. Meni chin ham xo'ram.
xaloskorim. deb erkalar. Men esam uning yashnab ketgan chehrasini, sevinchdan chaqnagan tim qora ko'zlarini ko'rganimda boshim osmonga yetar. Unga ko'proq yaxshilik qilsam, uni ko'proq quvontirsam derdim. Kelinoyim shu ketgancha darsdan o'qish boshlanish arafasida qaytdi. Lekin o'qish bir hafta davom etar etmayoq maktab yopilib, hamma paxta terimiga chiqib ketdi. Xuddi shu orada sentyabrning o'rtalarida to'satdan tog'amdan xat uzilib qoldi. Tog'am so'nggi xatida erta-indin urushga kiramiz degan edi. Shu xat to'xtadi qoldi. Oradan 15 kunlar o'tganda tog'am bilan birga jangga kirgan bir hamqishloq yigitdan xat keldi. U yigitning yozishicha, tog'am yarador bo'lib, uni gospitalga olib ketgan emish. Yigit buni o'z ko'zi bilan ko'rganini aytgan va tog'amning adresini so'ragan edi. Bu xat qorong'u tunda oftob chiqqanday hammaning dilini umidga to'ldirdi. Ko'zlari yana pochtachining yo'liga tikildi. Lekin oradan yaqin bir oy fursat o'tdi hamki, tog'amdan darak bo'lmadi. Bu o'rtada haligi hamqishloq yigitga uning o'zi ham yarador bo'lib, gospitalga tushgan edi. Qancha xatlar yozildi. U yigit tog'am yarador bo'lganini, sanitarkalar uni okopdan ko'tarib olib chiqib ketganini o'z ko'zi bilan ko'rganini yana ta'kidladi. Lekin bundan nima foyda? Tog'amdan hamon darak yo'q edi. Kelinoyim dastlabki paytlarda o'zini ancha dadil tutdi. Umidsizlikka berilmaslikka harakat qildi. Lekin kunlar o'tgan sayin ezilib, axiri juda bo'shashib ketdi. Ayniqsa hamqishloq yigitning xatlariga qaramay, gospitaldan dom darak bo'lmagach, tamom ruhi so'nib, ko'ngli cho'kib qoldi. U dalada ham qo'li ishga bormay, allaqanday parishon yurar. Arzimagan narsaga yosh boladay lablari titrab, ko'ziga milt yosh olar edi.